Menda uyimda juda ham ko'p medallar bor, lekin bu mukofot u umuman boshqacha mukofot. Xizmat ko'rsatgan artist bu. Mana hozir gapiryapman, mani itlarim, mana shu joylarim hammasi jimirlab ketyapti. Shok va holat. Men haqiqatan umuman kutmagan edim. Hozir ham ko'ryapsizlar, makiyaj yo'q, soch turmak, hech narsa tayyor emas, chunki men bilmagan edim. Bugun ertalab shu menejerim telefon qilib, "Srochno borishimiz kerak" deb telefon qilishdi. Tez kiyindim. Samarqanddan yetib keldingiz mana. Samarqandda konsert berdik, da. Samarqand 2 kun oldin bo'ldi. 15 yillik mehnatim natijasi deb yozgan ekansiz. O'zi hissiyotlar qanaqa bo'ldi? Birinchi bo'lib kimga aytdingiz medal olganingizda? Ota-onamga. Farzandim yonimda edi, tushunmaydi kichkina. Rahmat. Muhtaram prezidentim, sizga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'zimning nomimdan, muxlislarimning nomidan, oila a'zolarimning nomidan. Bu men uchun eng katta mukofot, eng katta syurpriz va eng katta sovg'a bo'ldi.